buyursa, bugungi nasihatimizda ahli sunna val jamoa aytilgan terminlar ilmida shu haqda bo'lajak. Arabcha so'z ahli sunna val jamoa deb aytilgan. Sunnat ahli va jamoat ahli payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'rsatib ketgan yo'l, sahobalar ko'rsatib ketgan yo'l shu haqda bo'lajak. Lekin so'zlarimiz Alloh buyursa, ahli sunna val jamoat kengaytiriladi. Nechik bo'la qaydan kelgan shu haqda bo'lajak. Alloh buyursa, bizim islom dinimiz qardaşlarım payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shariati, Alloh taolo bergan shariat bu rahat zot tugul qardaşlar, yengil zot tugul. Dinni haqidan so'ylamaga Alloh taolo aytganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganda, hukm chiqarmaga, hukm kesmaga bu rahat masala, yengil masala tugul qardaşlarım. Negar tugulasa-da inson hasoqda o'qigan odam, xalqaraga chiqib so'ylagan odam, islom dinini haqidan so'ylagan odam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bulay aytgan, Alloh taolo bulay aytganda aytmoq Alloh taoloning o'rnina qo'l solagan odam emikdir. Misol uchun dunyoda hukumatda bir zatga bir ish etmoq uchun, sho'g'al ixtiyor bermoq uchun qo'l soldirgandan ya da ixtiyor berib qo'l solmagan shuni yaraydi deb aytgandan yaramsa yaramaysa ixtiyor berma, yaramagan qo'l sola ya da qo'l solmay, shu yerda dinni haqidan so'ylagan odamni, shariatni haqidan so'ylagan odamni bizatga yaraydi, bizatga yaramaydi deb aytmoq Alloh taoloning o'rnina qo'l solagan odamdir. Oxiratda borgan zamonda, Alloh taoloning oldida borgan zamonda halol zakka haromni sen javob bergansan, harom zakka halol deb javob bergansan, Alloh taologa oldinda borganda javob bermoqchi bo'lasiz. O'sale hasoqda o'qigan odam, atbar odamlar, xalqarada chiqib so'yilgan odamlar bequldan namus tutundan, rahat zattu, yengil zattu, har aytgan so'zini javob bermatar oxiratida. Qur'onda Alloh taolo aytadi: Bismillahirrohmanirrohim. Va la taqulu lima tasifu alsinatukum hadha halalun va hadha haram litaftaru ala Allohil kazib. Siz aytmangiz, sizning og'izlaringiz bilan so'ylamagiz, Alloh taoloning haqidan bu zot halol, bu zot haromdir. Siz yolg'onlar tizmak uchun, yolg'onlar bilmay so'ylamasangiz, Alloh taolo haqidan yolg'on so'ylagan bo'lasizlar. Başka ayetinde ayetler Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kayfa yaftaruna ala Allahil kazib ve kafa bihi ismen mubina. Sen qarada ayta o adamlarga Alloh Teala'nın hakkında nechik yolg'onlar so'ylaydi. Halol zakka halol, harom ya da harom zakka harom ya da boshqa zot bo'lsin. Ve kafa bihi ismen mubina. Shu yalnız gunohga qazonmaga shu tamanlig'atadir. Başka ayetinde ayet Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kim Allah-u Teala'nın hakkından yalg'onlar aytsa, dinne tuz aytmay söylese, Allah-u Teala'nın hakkından şu adamlar zulmçular deydi. Bir daha ayetinde ayet Allah-u Teala haram işlerin hakkından ayet durup, İnnema harrama Rabbiyel fevahisha ma zahara minha ve ma batana deb Alloh taolo harom etgan ishlarni eskera ayta turib oxirida ayta va an taqulu alallohi ma la ta'lamun. Va siz Alloh taoloning haqqidan aytmoqsiz, bilmagan zotlarni so'ylamoq Alloh taoloning haqqidan dinindan gunoh ishlagan arasına qo'shib eskergan.
sayar Allah-u Teala dininin hakkından, Allah-u Teala'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatının hakkından söylemek için rahat zatlı bu en zat durmalıdır. Ahl-i Sünne vel Cema'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelgen zamanla, Kur'an'ı yaygan zamanla, ashabaların dinini yaygan zamanla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan fakat taraktukum alel bayda layluha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun. İmam Ahmed rivayet etken ben sizin koyganman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koygan ak yolda, ayı tuz yolun üstünden sizge gayret edip koyganman. Koyduğunda geçesi günümüzü yedik. Ay geçe karanlık sır günümüzün ay yarık açık belgili tuz yol. Şu yoldan taymaz adaşmaz halik olgan adam göresin. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu yürütmeye, yaymaga, İslam'ın yaymaga, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in suyagan kuyda, Allah-u Teala ozu suyagan kuyda, tuz yayma için var gelen ashabalar da son tabi'inler, alimler, ezik olan gelen baga ayetler, Ahl-i Sünne vel Cema'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu yürütmeye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu yürütmeye, dinini anlatmaya alimler başına koşup, dinini götürgen alimler, dinni yayan alimler, kitap yazarlar, Peygamber aleyhisselam'ın hadisini anlatırlar, Kur'an'ı, manasını anlatırlar. Alimler ayda İmam-ı Subuki olsun, başka alimler olsun, Ahl-i Sünne vel Cema'a sorulgan zamanla Aş'ariler de aytırız. Aş'ariler olmak diye. Oruçça Aş'ariler de aytırız. Aş'arilerin alimlerin yolunu yürütgen adamlar, alimler şu yol, şu Ahl-i Sünne vel Cema'a'dır. Yani şu alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu yürütgen hadislerini Kur'an'a yapana anlatken şu anın yolu Ahl-i Sünne vel Cema'a Aş'ariler de aytırlarını söylüyor. Neger olaga Ahl-i Sünne vel Cema'a Aş'ariler de aytırlar. Neger Ahl-i Sünne vel Cema'a uyumlu uyumlu. Ahl-i Sünne vel Cema'a ozu şu anı uyumlu Aş'ariler neger aytırlar. Neger tuğrasında her ilmini başını tutkan alimleri atı koyuyorlar her ilmini. Misal için İmam Şafii masat değiliz, Ebu Hanife masat değiliz, Malik masat değiliz, Ahmet masat değiliz. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriat masatları çeşit etken güya Peygamber aleyhisselam'ın güya şu an anları kolları. O kette din masalalarda, Allah-u Teala imanı bu masalalarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabaları çeşit etken yolda şu yolunu anlatan sıra Afrikası'nın Eş'ari diyen alim şunu hatırlıyor. Bu Aş'ariler tuz yoldakinde, bunlar Ahl-i Sünne vel Cemaatinde, bu başkaları bu Şiiler burada Ahl-i Sünne vel Cemaat'te, bu firkalar olgan, Mu'tazileler olgan, Muşabbihalar olgan, Mucassimalar olgan, bu Arapça Arap'a firkalarını, Çeçeniyalarını, Cahmiler olgan, bunlar bağırda bid'a yolunu Çeçeniyalar, ben bilip o ne bilip olamana Aş'ariler
degan zot bor. Salaflarimizdan mashhur aytib kelgan al-islomul mahdi. Islom deb aytilar chaqirishga, o'rtacha aytsak yo'lga birovdan birov olib kelgan. Shu islom shu yo'l bo'lmasa tuz qaysi ertayda qaysi bo'lmayotganini bilib bo'lmaysan. Hali barimizdan suyamiz zaif degan zotni, to'xtashgan degan zotni axtaramiz. Shu zaiflikni da bilmoq uchun, to'xtashganni da bilmoq uchun shuni yo'li islom degan zot shu alimdan alimga berilgan, to'xtashgan, bir-biridan bayramı bo'lib kelgan, biridan biri berilgan yo'lda aytilar islomda. Shu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ashabolarida ilmlarni yayib bergan kelmoq uchun bizga yo'l tarif, chapechka tarif, shinjir tarif bir-biriga baylanib kelgan. Agar tugilisida birovdan birov aylanmasa, men ne bilaman, o zaman aytgan 1900 yilda aytgan ashabolar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislari maga kelganin, hali kelgan, tuz kelgan, yolg'on kelgan men ne bilaman. Şunu hukuk eserganlar isnat deb aytadi, shu aytib ketgan kuyda har alimdan alimga ko'chib kelgan, to'xtashgan alimlar ko'chib kelgan. İsnat bo'lmagan bo'lsa, alimlar aytadi, salaf alimlar isnat bo'lmagan bo'lsa, din bo'lmaydi. Misol uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'chirib kelgan bir alimdan bir alimga ko'chib keladi. Sho'g'ar aytadi isnatdir. Shu hadis misol uchun to'xtashmagan, chechagan alimlar shu yo'lni alim arasindagi alimlar zaif bo'lsa, to'xtashgan sho'g'ar zaif deydi. Misol uchun to'xtashgan bo'lsa, barada to'xtashgan deydi. Shu yerda qolgan ilmlarda ba'zida bizga kelgan tarix isnat bo'ladi. Chaqirishga bo'ladi. O'z boshiga aytib qo'ygan bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan, ashabalar aytgan, tabiinlar aytgan aytmoq uchun sho'g'al yetishgacha yo'lim bo'lmadi. Sho'g'al yetishgacha yo'l kimdir meni alimlarimiz. Sho'g'al yetishtirgan yo'limizni sho'larga yetishtirgan shu ilmni bizga olib kelgan, to'xtashgan kuyda, buzmagan kuyda, tuz uyini olib kelgan alimlar shu alimlarga biridan kelgan shu aytgan islom. Ali Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislari bo'lsin, ilmlari bo'lsin, ashabalarning boshqa salaflari ilmusini elchigan bizga shu so'zlaridan ilm bo'lsin, ko'pchilik ilmini qo'yaylik. Sho'ra inanmoq uchun bekelli inanli odamlar bo'lmadi. Bizga keltirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'ng istoriyada ko'p checheniyalar bo'ladi, firqalar bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ketgan so'ng dunyodan ashabalardan so'ng chiqqan misol uchun mu'tazilalar deb chiqqan, jahmiylar boshqa ko'p firqalar chiqqan, shiiylar chiqqan. Bu shiiylar bo'lsin, mu'tazilalar bo'lsin, ularga inanib yo'q. Bu saatda shiiylar var, shiiylardan ahli sunna va jamoamiz aytgan ba'zilar shiiylardan ilm olmaydi. Nega ilm shiiylarga inanib yo'q? Nega inanmaymiz? Yolg'oni var, salaflarning ilmini keltirmadi. O katta mu'tazilalar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, shularga shu shiiylar bo'lsin, mu'tazilalar bo'lsin, boshqa firqalar, checheniyalar bo'lsin, shularga tuz tug'ildi, shularni tuz tug'ildi, dinni tuz chechmagani, dinni tuz chechmay, tuz anglab bilib keltirgan anglatagan kimdir? Ahli sunna va jamoat aytilar shu. Ahli sunna va jamoat kimlarga aytilar? Ash'ari deb alimlarga aytilar. Imom Abul Hasan Ash'ariyni yo'lini tutganlar. Imom Abul Hasan Ash'ari o'zining vaqtida mu'tazilalar bek ushalgan bo'lgan. Bek aya bo'lgan o'zlarining yo'li shularga barisini qarshi chiqib Imom Abul
Hasan al-Ash'ari şolan tozgan başını bitirme koymagan ondan soň özünün taliplari gele turup haligi elide şonu yo'qollar aytlar Ahlus sunna vel jamaa. Ahlus sunna vel jamaa degan zamanda Ash'arilardan Maturidilardan amoma tarafimiz. So'ng Ahlus sunna vel jamaa degan Ash'arilar deb aytamiz. Yangidan bir daha keling. Nega boshqalar tug'ildi? Haligi vaqtda Chine chiqqan, Vahabilardan chiqqan haligi vaqtda Shiitlar har zaman chiqib turajak mashhur bu haligi vaqtda Vahabizm chiqadi. Ular da aytamiz Ahlus sunna vel jamoamiz deydi. Ash'arilar aytadi tug'ilsin deydi, misol uchun. Ne dalilim var? Bir dalil İslam'da eskerden bir daha qaytarib şu ilmini keltirgan bizga ba'rida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ashablaridan salafona ilmusini keltirgan ba'rida uzunma qo'ymay tusquyda shu Ash'ari alimlar. Ne ilmiga qarasak, biz ne ilmiga qarasak, ne ilmidan ilmi olmasak ba'ridan başı tutgan Ash'ari alimlar. Hadisni alayik, hadis ilmidan mustalahul hadisni var. Hadisga bayloqli teran ilm var. Buni ilmidan yozgan ba'zi Ash'arilar. Muqaddimatul Ibn Salah degan kitobda mustalahul hadisdan İmam Ash'ari yozgan, Ash'arilardan yozgan. İmam Navaviy yozgan Taqribdir. İmam Suyuti yozgan Tadribur Ravi'dir. Mustalahul hadis bu kitaplardan İmam İbn Hacer Asqalani yazgan Nuzhatun Nazar Şerh-i Nukhbatul Fikr'da kitap yazgan. Şu labda o'ziga mustalahul hadis bilan bayloqli bo'lmas suyagan adam, "Alloh men muhaddis bo'laman, hadisni Alloh bo'lmas suyaman" degan adam shu kitoblarni o'qimasa, savat dunyoda bir alimdan birovga savat qaramasa, o'zini turibdi. Mustalahul hadisda ne kitap o'qigandan so'ng shularni o'qimasang sen mustalahul hadisdan alim bo'lmaysan. Ularni kim yozgan? Ularni Ash'arilar yozgan. Suysang Vahabiy bo'lib, suysang boshqalar mumkin bu. Ularni kitoblarini o'qimasang, hadis ilmiga yetishib bo'lmaysan. Hadis ilmiga yetishib bo'lmaysan. Ular bu Ash'arilar Ahlus sunna vel jamoa tug'ul deb aytamsak, tug'ul degan zot Ahlus sunna vel jamoa tug'ul degan zot dindan tuz yurib degan zot. Ulardan ilmida alma yaramay, dindan inamlik yo'q degan zot. Ahlus sunna vel jamoa tug'ul degan zotga dindan inamlik yo'q degan zot. Dindan inamlik yo'q degan zotdan men dinimni olib bo'lmayman. Menga uni ixtiyorim yo'q. Dindan bo'yin yaramay. Ahlus sunna vel jamoa tug'ul adamdan din olmagan. Nega axiratda men dinimga javob bermadim? Labda o'ziga hadisni, o'ziga mustalahul hadis aytib ketgan kuyda men degan kitoblarni yozgan Ash'arilar. Ash'arilar tug'ul, bu Ahlus sunna vel jamoa tug'ul degan firqani aytamsak, ularning kitoblarini o'qimaylik. Ularning kitoblarini o'qimay başqa yerdan ilm olaylik. Jumadan so'ng aytarsan. Jumadan so'ng ishga bo'lsa, Jumadan so'ng aytarsan. Hali mustalahul hadisni aytdik. Ash'arilarni yozib aytdik. Luboy internetdan qarasak, suysan Ahlus sunna vel jamoa Ash'arilar bo'lsin darslari, Ahlus sunna vel jamoa Ash'arilar Ahlus sunna vel jamoa tug'ul deb aytganlarda darslari shuni aytib ketgan kitoblardan. Şöyle tug'ilmasa Ahlus sunna jamoadan shu kitoblarni o'qimay boshqa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ilmusini olmasa, bu alimlarning Ash'ari alimlarning ilmusini olmay boshqa yo'ldan izlamoqda. Dağda bir ilmu al-jarh ve ta'dil ilmi var. Jarh ve ta'dil ilmi aytilar adamlarga, alimlarga baho beradi. Bu alim
o'qishgan odam undan ilmi hadis olmayana yaramaydi. Bu ilmini boshqa tutganlar kimlardir? Ash'ariylar. Bo'lsin Imom Zahabiy bo'lsin, Mizanul Adl degan kitobi bor. Mizanul Yaqtad degan, suysa bo'lsin Ibn Hajar bo'lsin, Lisanul Mizan degan. Ash'ariylar ular baho beradi, kimdan hadis olmayana yaramay, misol uchun bu darajaga yetishgan ba'zida xalq ilmining ustuniga ba'zi xalq shularga so'zini tayanadi. Qur'onni qaraydi, Qur'on ilmidan ulumul Qur'onni bor. Ulumul Qur'on, Qur'onga bog'liq ilmlar. Ulumul Qur'onning ichidan so'ylangan Qur'on nechik bo'lgan, nechik kelgan, har ko'p masalalarni so'ylangan ilmlar ulumul Qur'on. Ulumul Qur'ondan alim bo'lmoq so'ygan odam o'qimatlari Ash'ariylarning kitoblari. Al-Burhan fi ulumul Qur'on Imom Zarkashiyning kitobi bor. Al-Itqan fi ulumul Qur'on Imom Suyutining kitobi bor. Bularni o'qimasang, bu ikkida bular Ash'ari alimlar, bularni o'qimasang ilmu Qur'onning ilmusi ne kitob o'qigan so'rasa, bularni axtarmasang, eskermasang, sen ilmul Qur'ondan ilm o'qigan musabat qaramaydi. Manahilul Irfan fi ulumul Qur'on Imom Zarqaniyning Maliki mazhabdan. Hadis kitoblarini sharh etganlar ba'da Ash'ariylar, Buxoriyni sharh etgan Ibn Hajar al-Asqalani, Shafi'i mazhabdan. Umdatul Qarid Badruddin al-Ayni Hanafi mazhabdan. Ibn Rajab al-Hanbali mazhabdan Fathul Bari Budabat Buxoriyni sharh etgan. Irshadus Sarid al-Qasqalani Shafi'i mazhabdan Imom Ash'ari mazhabdan. Buxoriyni anlamak uchun shularning sharhlarini qaramamiz. Shularning sharhlarini qaramasak, Buxoriyni anlamagan bo'lmaymiz. Muslim bo'lsin, Imom Muslimning kitobi hadisdan bo'lsin, vaqtda belgili sharh etgan Imom Navoiy. Imom Suyuti sharh etgan Ash'ariylardan. Al-Qodi Iyaz Maliki mazhab Ash'ariylardan Ikmalul Muallimning kitobi bor. Imom al-Qurtubi Maliki mazhabdan sharh etgan Muslim vaqtda hadisning ma'nosini anlamas suyaman degan mutalim bo'lsin, shularning sharhlarini qaraymiz. O'zi hadis kitoblar bo'lsin, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Tirmiziy, Abu Nasaiylar, Ibn Majahlar, ularni bizga kim keltirgan? Ularning isnadida kim bor? Ularni keltirgan Ash'ari alimlar keltirgan bor. Birisinde yok arasında bu saat biz aytagan Ash'arilar ahli sunnatni sanigan bir Vahabilar o'zlar bo'lsin, misol uchun Şiiler keltirgandir aytmaydi. Şiiler bid'a ahli, bid'at şeyi. Onlardan kelgan bitta yok. Barda sunnat hadislar bo'lsin, hadislar kitoblari bo'lsin, ularning yo'lidan kelgan bitta yo'q. Nega ularga inanmak yo'q? Barda keltirgan shularni alimlar, Ash'ari alimlar keltirgan. O katta bo'lsin, usul fiqh degan ilmi bor. Usul fiqh degan ilmi bu yerda odamni Qur'ondan, hadisdan hukm almaga o'rgatgan ilmi usulul fiqh. Qiyin ilmi bektaradi. Bu kitoblarni bu haqda kitoblar kim yozgan? Bu haqda yozgan barda Ash'ari alimlar. Ne Shiilarni alimlar tayanmaymiz. Ularning alimlari yo'q. Ne hal artda chiqqan Vahabilarning bu haqda kitobi yo'q. Misal uchun al-ihkam fi usul al-ahkam muntaha usul wal amal ibn Hajar bin Amidi. Usul al-Bastawi va Imam al-Bastawi Hanafi mazhabdan. Sharh al-Maqsud tanqih al-fusul Imam al-Qarafi Ash'ari. Jam' al-Jawami' Subuki yozgan Ash'ari. Nihayat usul Isnawi yozgan Ash'arilardan. Muvafaqat yozgan Imam Shatibi Malikilardan. Al-Bahr al-Muhit yozgan Zarkashi Ash'ari Shafi'iylardan. Jam' al-Jawami
nimaga sharh yozgan Imom Jaloliddin Mahalliy, Imom Zakariya al-Ansari yozgan G'oyatul Usuldur, Muxtasar Tahrir yozgan Hanbali mazhabdan Mansur al-Buhuti, Rawdatun Nazir va Junnatul Munazir deb yozgan Ibn Qudama Hanbali mazhabdan. Savlay istoriyada usul fiqhdan ilmi o'qimasa suyagan odam shularga qaramasa, shulardan ilm olmasa usul fiqh ilmiga yetishib bo'lmaydi. Ularning barini kim yozgan? Ash'arilar yozgan. Ularga ahli sunna va jamoat tugul desak, значит ularga inamlik yo'q. Inamlik tayan. Bu ilmini yayitib keltirgan inamlik tayan. O'saylar qardoshlar, ahli sunna va jamoat barida ash'arilar bo'lib kelgan. Barida ilmini yayib kelgan ash'arilar. Alib o'qigan har bir Qur'on o'qigan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan o'qigan naylik halimin o'qiyman ma'hum yesagan ushtilni oldindan sana ijoza bergan kimdir yo'li keltirib ketgan barida shu ash'arilar. Arab hukumatlarida Qur'on o'qib bitgan zamonda ijoza beradi. Ijoza o'qimaga yaraysan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masallar o'qigan naylik o'qiysan hadisanni ijoza beradi, qaviz beradi. Atlarimdan men kimdan o'qidim, mushterim kimdan o'qidi, u kimdan o'qidi. Barida ash'arilar shu. Barida ash'arilar. Alaysa ash'arilar ahli sunna va jamoat tugul desak, bid'a ahli desak, ularga inamlik yo'q. Men alagan Qur'onimni inamlik tayyor. Nega inamlik alimlarga arqa tayyor o'tiribsiz. Tuz keltirgan keltirmagan. Shu istoriyada, shu tarixda, musulmon ilmi tarixida barida 4 ta mazhabda shu Abul Hasan Ash'ari, Maturidi bor. Shular dinni ilmini ko'tarib kelgan. Ahli sunna va jamoat shularga aytadi. U boshqa bo'lib, har zamonda bo'lib kelgan, oldingi zamonlarda boshqa mu'tazilalar bo'lsin, shiilar bo'lib kelsin, ular da aytib bo'lgan. Bizda ahli sunna jamoati ular da aytadi. Aytganman nedir? Ular dalil taraf payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yo'lni tarafsizlar, isnading bo'lmatar. Shu ilmlarni keltirgan hadis ilmidan, usul fiqh, boshqa ilm tafsirlar bo'lsin, tafsirlardan millatning tafsirlarida bor eskerga qo'ydik. Shularni o'zi o'qigan ustadga ahli sunna jamoat men deb aytagan ash'arilarni priznovat etmagan adam, shularni priznovat etmagan adam, shu ularning kitoblarini o'qimay, alaysa boshqa kitoblarni o'qib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetishmadi yo'q. Barida ilm. Haligi zaman chiqqan techeniya va hadizm. Shu eskelgan chava ilmlardan o'zlarining istoriyasini ham shu yozgan. O'zlari shu kitoblarga tayanmay o'qib bo'lgan yo'li bor, payg'ambarga asarlarga yetishmagan. Yo'q qardoshlar. Barcha aytsin. Kitoblarda keltirsin. Alg'asamidir artda aytarsin. Alg'asamidir. Bu aqida bo'lsin, boshqa masalalar bo'lsin, ilmdan keltirgan barcha masalalarni keltirgan ash'arilar. Misol uchun yaxshi aytaylik, salaflarning ilmisi bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eskergan ko'p hadislari bor. Asabalarning so'zlari bor. Salaflar aytgan so'zlar bor. Ularni kim keltirgan? Mag'abuslar bunga kim keltirgan shularni? Kim keltirgan mana shularni? Ustadning o'qib turgan kitobini Ash'ari alimlar keltirgan. Birovda o'qimay, ustad men Ash'arilarning so'zini so'ragan mahabbetini bo'lsin, Shiilarning kitobini birovda o'qimay, Mu'tazilalarning kitobini birovda o'qimay, Ash'arilar keltirgan kitoblarni o'qib, salaflarning ilmisini keltirgan bizga o'qiydi. Bu salafning ilmisini keltirgan bu ash'arilar ularning so'zlarini keltirib, ular anglamay bo'lgan ularning so'zini
hali artda men chiqib bu asharlar, bu istoriyadagi bu asharlar tuz anlamagan, aqida bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin tuz anlamagan salaflarning ilmisini keltiradi. Bu salaflarning ilmisini keltirgan hali bu saat kelmagan bo'lsin asharlar alimlar. Ashari alimlar. Şoğal ayda yol tarafı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keltirgan yol tarafı, isnat tarafı, sepetçe tarafı. Ne ilmudan olsun, ayet etken hadislerden olsun, mustalah hadis olsun, usul fiqh olsun. Yaxşı qarayık, har mansabni, dörtte mansabni fiqh kitabı var. Fiqh kitabı ayda talimlar bilasiz. Şariat kitabı, общий bir şariat kitabı koyar, o şariat içinde her türlü yolları bulan, naukalar. Fiqh kitabı ayda namaz cümlegan, namaz kılagan, oraza, zakat, savdigen masalar, taharattan başlanıp, Kitabul İd, Allah'ını azat etken temaga edi. Kitab-ı Taharattan başlanıp, şurayı şariat masalarını yazılgan kitaplar olan. Şu kitaplar kimler yazıyor? Şuları bana aşariler yazıyor. 4 masanın alimler, her masada uzun yazgan alimler var. Başının altına gelip okup durabız. Şularını okumasan, alimlerin arasında şuların kitaplarını okumasan, bir de seni bakanına olmuyor. Mutalimde bahası olmuyor. Siz okun, sana soracak sırada alimlerin arasında ne yazıp okuyorsan, ne kitap okuyorsan. Sen aytsan, hali arttığı çıkan bir misal için bir kitaplarını aytsan sana baha vermeysen, karamaysan. Okuma tarafsan, şu Aşari degen adamlarına kitaplarını okuma tarafsan, bu sahatta da okup duran şolan qayda varsak, dünyanın madrasasına qayda girsek de, şolanı fiqh kitaplarını okup durabız. Bu sahatta misal için, Şiilerin kitabını okumayız. Bu saatte olsa ozu Vahabir baytagan biz diyeceğine. Kitab-ı Taharattan başlap, Kitab-ül İd ahirine yazgan alim kitabı var mı? Bağırda bizim kitaplara qarab, hukmularını, cevaplarını bizim kitaplara qarab, Aşari'nin kitaplarına qarab cevap verer ve işinin yeri olsa, bu alim tuzaytmagandan şöyle çeçip verip durar. Bizim kitaplarını koyup, Aşari yazan kitaplarını, fiqh kitaplarını koyup, uzun yaz, başından başlayıp, taharattan başlayıp, ahirine yaz, son yayın. Okuyuz buna Peygamber'in yolu. Yayıp da olmuyor kardeşler. Eğer tuğlese de o yayıp varmıyor. O bahası olmuyor onun. Nege oğal inanmam yok. Nege seferçkandan gelmegen o. Seferçkandan bağırda masabının aşağıda, bağırda iskadıman birinin alatırın gelgen var. Misal için ayman ola Aşariler, neger Aşariler Ahl-i Sünnet ve Cemaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında bulmagan Aşariler, asırlar vaxtında bulmagan tabiilerin vaxtında, İmam Aşari tuğan razıyallahu anh 263 yılda 324'larda geçirken. Neger Aşari tuğaytasılar, neger onlardan düşmez, neger Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan düşkensizler. Oley, şubha, fikriyaya, halkarada Aşarilerini sorgalar. Neger tuğulesi de kardeşlerim, ilmunu anlama tarafı. İlmuda, liboy ilmunu alsak, her ilmu ozu şu ilmu ne ilmuda yazagan adın, ilmu şoğar kısırır. Men İmam Şafii masabda aytaman zamanla, men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masabını kullanıp aytmam ben. İmam Şafii masabdan aytaman, neger aytaman? İmam Şafii şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytagan göre çeçip bergen sırada aytaman. Şoğal basılar şu. Şu kepte Abul Hasan al-Aşari aytaman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masabalar aytagan göre çeçip bergen sırada ilmu, lüboy ilmu, ozu ilmunu yazgan başına düşüp adamga çeçip kısılar. Kur'an okuyuz barımızda, Kur'an kimden gelgen? Allah-u Teala düşüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelgen Kur'an. Kur'an'ı uyuyabargan zaman Kur'an açıp başına birinci betine qarasak, şu Kur'an'ı sen okuysan,
Hafs ibn Asim degan adam o'qigandan keyin o'qiysan sen deb yozasan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'qigandan keyin yozmaysan savobini. Birinchi betida var, Luboy Qur'onni ochib qarasak, shu imom Hafs o'qigan kuyda o'qiysan Qur'onni, shuni yozgan shu kitobda Qur'onni. Shu so'rovni Ash'arilar bo'lmaganchidir. Shu Qur'onni shu yerda berib qo'yadi shu so'rov. Agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yazib aytgan kuyda nega yozilmagan? Hafs yozgan kuyda, bu adam, bu alim yozgan kuyda o'qiysan. Nega turlish shu Qur'on o'qib, Qur'onning ilmusini o'qigan kuyni yo'lini anlatib kelgan alimlar ko'p da'vada necha bir birisi misol uchun imom Hafs. Shu imom Hafs o'qigan kuyda men o'qisam, sanchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'qigan bo'laman. O ketda Abu Hasan Ash'ari narxini shular aytgan kuyda yursam, payg'ambar ashablarni yurgandan bo'laman. O ketda boshqa ilmlardan mansab bo'lsin. Şöyle her ilmu o'zini ilmida yazgan kitoblar misli. Ko'p satlar xasoqdan internetda hali Abul Hasan Ash'arilar, adashganlar, jahmillar, boshqalar, jahmillar bo'lib ham jahmillarga o'zlar Abul Hasan Ash'arilar alimlari boshqa ko'tarma qo'ymay bo'lani ularga qarshi so'ylab ahli sunnat jamoani yo'lga keltirib turgan. Filosof bo'lganni aytadilar, filosofiyalar aqlni aldasalar, Qur'onni hadisga qaramay, filosofiya bo'lgan ba'zi muhtallar o'rlashar, ba'zi muhtallar. Filosoflarga o'zlar ashari alimlar qarshi so'ylab, tustug'ini o'zlar aytib turgan. U bo'lib kelgan, aldada bo'lib kelgan, halda bo'lib turajak. O'sha xalqqa ilmi o'qigan adam xalqarada so'ylab bashi tutgan adam bo'lsin, dinni aqldan so'ylagan adam bo'lsin, bek ulug' namuslar. Ahli sunna va jamoadan yuritamsan sen xalqni, yoda boshqa tijoriyalarga, boshqa firqalarga baqtiramsan. Misol uchun o'qigan mana atim bo'lib, men sizga shunda bir yil uzog'ini bir nasihat aytib tursam, Şiiler hakkında, Şiiler de aytman atın, Şiiler hakkında çoğaları masalalardan Mu'tazileler olsun başarı. Siz bilmegen kuyda Şiilere bakmanız. Arayızda bir cazibisi bilmegen kuy kovu hal baktı. O kipte madrasanın başlıkları olsun. Nizat okudu. Şiilere baktıram, başka piçinilere baktıram. O sahili okuganını badaydan halkara söyleyen, dinli masallar hakkında söyleyen adamların üstünde bek namuslar. Bek adres kılmasılar Ahl-i Sünnet ve Cemaat'ın hakkından halkla yürütamı ya da yürütmeyin. Ne ilmuga qarasak, ba'zi ilmini grammatika, nahv olsun, boshqa zot olsun, ba'zi asharilar yayib kelgan. Bu sahatda Egipet olsun, Arabiya olsun, üniversitede okuyun mutallimlar. O'qib bitgan so'ng doktorство защиты ko'taradi. Doktor islomskiy nauk ko'taradi. Uch tillarning berasalar doktorствоni olmoq uchun, islomskiy nauk olmoq uchun tema beradi, yozmagan. Bir tema beradi. Olib, shu temadan yozasan. Bu mutallim neydi? Tema yozmoq uchun bana kitoblar tarab, bana biblioteka tarab. Historiyadan kelgan chaqlarda kitoblar tarab. Sho'larga qarab yozmoq uchun. Men kimga qarab yozaman? O'zi vahabiylarning kitoblarini qarab yozaman, yozmaysan. Ba'zi asharilarning kitoblarini qarab yozasan. Seni kitobning oxirida sen qaytgan chaqda, men kitoblarga qaragan chaqda spiskaga bo'lmaydi. Bu spisak ba'zi asharilarning kitoblarida yoziladi. Ularni jiznama deb bilsan, ular ahli sunna jamoat to'g'ri bilsan, значит, ular tustug'i yo'qligini bilsan, ularning kitoblarini qo'y, ularga qarama. Sening kitoblaringdan yoz. Yazib bo'ladimi? Yo'q, payg'ambar sahobalarga elay tabilar yo'q. Yo'li yo'q. Fiqh shariat kitobda fiqh masaladan kitoblarmi yo'q. Aqidadan olaylik, aqidadan olaylik. Ateistlar olsun, başkalar olsun, bağırında da ularga qarşı chiqib
söyleyen ki İmam Aşari'nin mazhabı yolu yürüdükler. Hali gelin de var, hali yürüdük duran. Vahabizm aytagan teşeyen yoluna aytaganlar, Ahl-i Sünne vel Cemaat Aşariler tuguldu aytaganlar, ağatılmayız, onu aramayız kaldı. Ahl-i Sünne vel Cemaat tuguldu aytaganlar, Aşarilerge aytaganlar, Ahl-i Sünne vel Cemaat. Peygamber, ashabalar, salaflardan başlap, akide yazan kitap bulma tarafı. Kitaplar bir gelme tarafı. Bağırda bu kitapları yazan kim? Aşariler. Akideni okuyan bu saatini okuyanlar, Aşariler, Ahl-i Sünne vel Cemaat ulup aytıp Vahabi'nin kitaplarını okuyanlar bir neçe kitap okuyor. Usulü Salas'ın okuyor. Asma-ı Tiri, Asma-ı Uher. Ya da Kitab-ı Tavhid'ini okuysan. Kinigan yerine boşayalım. Şu iki kitap var. Daha kitap yok akideni. Artta yazgan. Peki. Daha kitap yok. Vardır, olmalı bir kitaplar. Ama bağırda istori biblioteka, bağırda istoriyada yazıp gelip durgan akide olsun, başlaması olsun. Salaflarını bilmusun, yayıp gelgen olsun, Aşariler kardeşler. Bu Aşari mazhab olacak, İngiliz adresi gelmesin. Misal üçün mevlidler yaramay, Kur'an okuma yaramay, bu var Vahabizm adresi gelmesin. Bu yengil masalar. Suysa eta mevlid eta, suysa okuyu başka masalar olsun. Bu oğar Vahabizm tuğul. Okuyan adam okuyor, okumayan adam okumuyor, ondan iş tuğul. Vahabizm daha teren zat kardeşler. Teren zat zattan terendir. Al-Aşarilerge, Ahl-i Sünnet vel Cemaat tuğul şularını soğuk halka, ummatka şunu bildirse, şu alimlerge inanlık da ya. İnanlık dayan zamanda alimlerge tayanmıyor bir onlar. Olanın sözüne inanmıyor. Olanın sözüne inanmayan zamanda biz başka kafirlerge biz yol veririz. Buna boşka tepsi veririz. Bişken tepsi buna onlar aytacak sana siz geldirgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i geldirgen dinin zatın yolun siz alimlerinizin inanmak yok çünkü neçin sizin Peygamber tuzlu inanacak mı sizge değil. Bu terenge tegen zaten. Ahl-i Sünne vel Cemaat'ın masala ashabaların ilk masala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilmişsin yayın kimdir? Ashabalar. Ashabalara inanmasak, ashabalara inanmıyor tübül hali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini yayın ashabalar başlıyor yayın. Oğar inanmasa, başkalar inanlık dayısa onca ashabadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin inanlık dayı. Şokette Ahl-i Sünne vel Cemaat'da inanlık sorgup dursa bulanır. Ahl-i Sünne vel Cemaat halka üretip dursa tanrılar bilsin bularda inanlık dayı. Gayda bu görsetken, geltirgen çağı, bunun çağı ilmu, bu eski ilmuğanı kim geltirgen bizge? Salafların ilmuğanı okutturarız bize geltirgen. Bana Aşariler geltirgen. O zaman bulara inanlık dayısa, barzake inanlık dayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytafat İmam Müslim rivayet edip La tazalu taifetun min ummeti zahirina alel haq Benim ummetimden hakkın üstünde zahir olup hakkını görsete durup halka yaya durup taymayacak La yadurruhum men khazalahum Olağa zarar etmeyecek, olağa karşı çıkarırlar da Hatta yatiye amurullahi hatta Allah-u Teala'nın buyruğa gelince kıyamet günü çıkar. Bu hadisten ne anlayız? Hakkın üstünde, hakkın yolunu anlatıp duragan, yayıp duragan, tuz yollara tuzluk yollara tuzluk bulup görsetegen alimler taymayacak, olup duracak. Birine artadan biri gelip duracak. İmam Navavi şarh etti bu hadisinde mucizatun qahiratun ba'd. Ulu mucizat var deydi. Neger tuğlese de bu hasiyat bu hakkın üstüne turup gelip duragan alimlerinin yolu bihamdillahi ta'ala Peygamberden başlayıp hali gelip uzun vaxtına göre ayta taymadan gelip duragan. Alaysa İmam Navavi vaxtısına yerli hakkın üstüne hakkını yaya turup gelgen
haqni tayma qo'ymay yayib kelganlar bo'lib turadi. Yayib kelib turganlar kimlar? Aşariler, başkaları var. Şiitler bulgan o zaman. Şiitler bulmagan. Mu'tazil Şiitani başını oturma qo'ymay aylangan Aşariler, Mu'tazilalar bo'lsin, başkalar bo'lsin. Allah bu zamanında hali artda gelip Aşariler Ahl-i Sünnet vel Cemaat tugul desek bu işandır. Ahl-i Sünnet vel Cemaat alimler dinni yayagan zamanla, dinni eskiregen zamanla, ilmini ko'targan zamanla şöyle bolup durup Ulzaga karşı çıkardılar. Ulza adaşkanlar Ahl-i Sünnet vel Cemaat buldu. Şöyle bolup durgan zaten, gelip durgan zaten. Hali arttığı zaman Beksat üstüne düşken vahabizm şu konumda. Onlar olmasa Şii'den alıp Şii'ler pek güçlü olur desekizler. Şii'ler pek güçlü olur. Lizal korunmağından Şii'ler pek asardete pek güçlü olur. Bulanın historiyada bulanı başını götürüp bulanı yayınına koymayı saklap duruyan kim vardı bulanı? Aşari alimler. İmam-ı Gazali ayıtar uzun kitabından bid'at çenyalar, bid'at firqalaga bakkan yakta şolarını aldığını almatarım yaktan şolaga inkar etmaka aşaddu minhu alel kafir kafirlerden ise bid'a yoldagilarga bek inkar etmega tiyişli bo'ladi. Aldın olmaya. Nega tug'ilsa da kafirni yamanlaga, kafirni zararlı başka halkka o'tmaydi. Nega onun sözüne qaralmaydi. İnsan misal uchun kafir kim demese onu ne aytamsa o dini haqdan oğar so'rab oğar qaramaydi. Bu kafirni olib qo'yasan. Sonra ayta İmam-ül Gazali amma bid'atçının yolu bo'lsa Müslüman bid'atçı yolu o'zi bid'atçısına çaqiragan techenyalar şu yol var. Nega tug'ilsa da o o'zi tuzmanlik, o'zi haqli yo'lmanlik aytadi. Bunu fayakunu sababan riwayat xalq başka xalq adashmaga bo'lmaga bunuku bek güçlüdür. Feşarru mutaaddin bunu zararlı başkalarına bek güçlüdür. O sayede Ahl-i Sünnet vel Cemaat aşariler olup şöyle kim bid'a yolda yürüyenle, kim tuz yolda, kim tuz Ahl-i Sünnet vel Cemaat yürüyenle aytıp halkta anlatmadılar. Şiitlere Ahl-i Sünnet vel Cemaat tugulsan, tuzsuzluk aytıp dursa lepakasında her kim aytan yakta koyup dursa alıp varmayacak, dinle o yaramaydı. Mu'tazilatlar tuzup dursa o kepte olsun, haliyi vakti vahabizm olsun o kepte. Uzakta bulu aldı, tezetlerine oturadım, geç koyarsız. Kardeşlerim bir daha aytamam. Ahl-i Sünnet vel Cemaat aşairalar şolara inanlı, şolarını soğutturmak, adamların yüreğinden inanını taydırsa dinini, kom ilmusu tayar, dinini bizzatı da kalmayın. İnanlık, bu sahatta buna siz yaşamınıza aytayım, misal getireyim. Siz bağrınızda oturganınız şunda, bağrınızda bir aleminiz var, siz tınlayan. Büyük nokadası olsun, başlaşma, bizzat aytsa sıramazsan bir yüreğin tartaganı var. Al misal uchun men bir an so'rib tursam, so'ksam falon bo'ladi. Oğlan qaramaysiz, yüreğiniz almıyor. Bize dinni masalalar bize aytsa o, oğlan sıram inanmaysiz. Siz inanagan adamga baracaksınız, sıramı soracaksınız aytadi oğlan. Şu kepte şu yolda. Şu al-aşaira şularni yolunu so'g'ib turmak, şularga ahirda inamliq taya şularni inamliq tayagan zamanna bularni sözüne, aytgan hukmusuna inanmayan bo'ladi. Şöyle zaten. Geç koyarsınız. Allahu aleyhi ve sellem.